Haliyam manti pishirishni bilmayman deb bahona qilib yuribsizmi? Bu videodan keyin siz aniq mantichi bo'lib ketasiz. Suvlari sho'rvadek oqib turadigan, yumshoqqina mazali manti uchun qattiqqina xamir qolib tindirib qo'yamiz. Xamiringiz silliq bo'lmasa, xavotir olmanglar, yaxshilab tindirib ishlov beramiz. Go'shti yumshoq bo'lib pishadigan joyi ko'proq piyoz va mantini yuragi dumbadan solib, zira, kashnich urug'i, murch, ortiqcha zirvor solmaymiz. E'tibor beringlar, qiymani hali aralashtirmadim. Endi tingan xamirni 10 grammdan teng bo'lakligi bo'lib olamiz. Yaxshilab unlab, yupqa qilib yoyamiz. Xamirimizdan yoyib bo'lganimizdan keyin qiymaga tuz va suv solib yaxshilab aralashtiramiz. Mantini suvli bo'lib chiqish siri ham shunda. Endi xamirlarga qiymadan solib, xohlagan shaklda tugib olsanglar bo'ladi. Men professional mantichi emasman, lekin o'zimning tajribamdan kelib chiqqan holda aytdim. Endi har bitta tugilgan mantini yog'ga botirib, listga terib olamiz. Abiyoda bo'lsa, o'zim ozgincha maqtab qo'ydim. Mantilarni listga orasiga joy qoldirib terib olamiz va qaynab turgan suvga 40-45 minutda pishirib olamiz baland olovda. 20 minut oldin ustiga yaxshilab suv sepamiz. Pishgan mantilar ustiga sariyog'la murch sepib, mazza qilib yeb olamiz.